Assalomu alaykum Ilhom aka. Bugungi navbatdagi podkastimizda sizni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Taklifimizga yo'q demasdan kelganingiz uchun sizga kattakon rahmat. Bugungi mehmonimiz Xudo xolasa Tursunqulov Ilhom Kamolovich, O'zbekiston Respublikasi Milliy tibbiyot markazi Toshkent shahridagi filialida aritmologiya efir laboratoriya bo'limi mudiri yoki заведующий отделение deyiladi ko'pincha rus tilida. Kursdoshim, mana 6 yil birga o'qigan bakalavrdagi kursdoshim. Bizdan keyin boshqa joylarda ham ozgincha o'qiganlar bugun mehmondilar. Bularni sohalari bilan ko'pchilik yurak bilan bo'ladigan shikoyatlar, har xil shikoyatlar bo'yicha boshqa chet ellarga, Hindistonlarga chiqishyapti. Shuning uchun o'zimizda ham shunaqa mutaxassislar bor degan ma'noda shuni olib chiqish uchun bugun taklif qildik. Taklifga yo'q demasdan kelganingiz uchun kattakon rahmat. Rahmat sizga ham taklif uchun rahmat. Xo'p. Endi o'zi an'anaviy yurakni hozir hamma ozgincha qo'rqqan yoki kimdadir turmush sharoiti yaxshilangandan keyin qaysidir vahima ko'paygan, yurak kasalliklari, semirishlar ko'paygandan keyin sizlar tomonidan ham o'zi shikoyatlar ko'payib qoldi. Eng avvalo bitta o'zingizni kichkinagina tanishtirib olsak, o'zi ism familiyangizni aytdik. Qanaqa vrachsiz va nima faoliyatlar bilan shug'ullanasiz? Asli o'zi mutaxassisligim bu yurak qon tomir jarroh mutaxassisligini olganman. Hozirda intervension aritmologiya bilan shug'ullanamiz, chunki SNG davlatlarida, umuman o'zim Rossiyada tahsil olganman. Bu bo'yicha u yerda hamma aritmologlar bu asli kardioxirurglar hisoblanadi. Kardioxirurgiyaning bir tarmog'i sifatida aritmologiya rivojlangan bu SNG davlatlarida. Hamma hozirgi aritmologlar ko'pchiligi u kardioxirurg hammasi, ya'ni yurak qon tomir jarrohi. Va bu sohada hozir aritmologiya, ya'ni elektrofiziologiya va aritmologiya sohasida ish olib boramiz. Milliy markazda, shu Milliy tibbiyot markazi 2024-yil tashkil topgan bo'lsa, o'shandan beri shu aritmologiya bo'limini yuritish, u yerda hozir aritmologik bemorlarni medikamentoz va operatsion davo taktikalarni qo'llab kelamiz. O'zim shu 2019-yil o'qishni bitirganimizdan keyin 2021-yilgacha Moskvadagi Baklov nomidagi yurak qon tomir jarrohlik institutida tahsil olganman. Siz eslayman, bakalavrdan keyin yana bu yoqda o'qishni davom ettirmasdan bizdan farqli ravishda biz sal dangasaro bo'ldik shekilli Rossiyaga ketdingiz. O'zi o'sha yerda o'qish hozirgi kunda ayni aritmolog bo'lish uchun, kardiovaskulyar xirurg bo'lish uchun именно hozir Rossiyaga borib o'qish shartmi yoki hozirda o'zimizda ham o'sha shogirdlar tayyorlayapsizlar? Ayni paytda men o'ylaymanki, qandaydir ma'noda borish kerakdir, qandaydir ma'noda o'zimizda o'qisa ham bo'ladi. Nimaga unaqa deyapman? Chunki baribir o'sha chet davlatlarida bu sohalar ancha yillardan beri bor. Mana deylik, misol uchun 90-yillardan beri aynan mana shu turdagi operatsiyalar men o'qigan joyda qilingan. Bizda esa 2012-2015-yildan beri boshlangan. Bizda bu operatsiyalar yo'lga qo'yilganiga. Shuning uchun bizning O'zbekistonda bu operatsiyalarni o'tkazish uchun bazalar kam soni. Shuning uchun, lekin ayni kunda o'ylaymanki, hech qanaqa kardiologiya markazi, Milliy tibbiyot markazi, qolasa Vohidov nomidagi xirurgiya markazlarida bu kardiologiya yoki bo'lmasa kardioxirurgiya ordinaturaga topshirib, bu yerda tahsil olsa va aynan aritmologiya bo'yicha o'qisa muammosiz deb o'ylayman va yetuk mutaxassis bo'lib chiqishga hozirda imkoniyatimiz bor. Shaxsan o'zim mana xohlardim. Bizda ham mana kardiologiya, kardioxirurgiya ordinaturasi bor. Va o'sha yerdagi studentlardan, ya'ni ordinatorlardan 2-3 ta shogirdlar tayyorlab, mana hozir chiqaryapmiz. Va o'ylaymanki, hozirgi kunda O'zbekistonda aritmolog bo'lib, elektrofiziolog bo'lib yetishib chiqish uchun yetarli sharoit bor. Faqat cheklangan joy faqat Toshkentda. Keyin o'zi aslida bu podkastimiz asosan ilmiy ommabop, ya'ni xalq uchun mo'ljallangan, shu bemorlar uchun mo'ljallangan kasallik. Endi bu joyda balkim tibbiyot talabalari ham ko'rib qolsa degan ma'noda savol berib ketdim. O'zi kardiolog, kardioxirurg, aritmolog, intervension xirurg, shu to'rttasida qanaqa farqlar bor? Demak, men tushunishim bo'yicha kardiolog bu terapiya bilan shug'ullanadigan, medikamentoz davo bilan. Kardioxirurg bu o'sha ochiq jarohatlar bilan, ya'ni ko'krak qafasini ochib qilinadigan
intervension bo'lsa tomirlar orqali qilinadigan. Aritmolog aynan tomir bo'yicha aritmiyalarni davolaydigan. Shunaqami? O'sha intervension bilan aritmologlarni qanaqa farqi bor bir-biridan? Intervension kardiologlar bular o'sha intervension yoki rentgen endovaskulyar xirurg deyiladi bizda. Rentgen endovaskulyar jarrohlar bu aynan tomirlar bilan faqat ishlaydi. Ya'ni yurak tomirlari bo'ladimi yoki yurakdan tashqari bo'lgan har qanday tomirda arterial va venos tomirlarda ishlaydi. Ya'ni bu yurak tomirlarida bo'lsa, yurak ishemik kasalligi bilan bog'liq bo'lgan holatlarda bu o'sha stentlash amaliyotli yoki bo'lmasa ballon dilatatsiya amaliyotlari, koronografiya, undan tashqari yurakni tug'ma va ortilgan nuqsonlarida intervension yo'l bilan o'sha tug'ma teshiklarni yopish yoki bo'lmasa klapanlarni intervension usulida qayta o'rnatish, protezlash yoki bo'lmasa klapanlarni klip degan maxsus uskunalar bor. Shu bilan yurakning klapanlari yetishmovchiligida operativ davo qilinadi. Bundan tashqari yana miya tomirlarida neyrointervensiya bor. Bu ham bir intervension kardiologiyani bir qismi hisoblanadi. Chunki hamma neyrointervensiyalar ham ko'pchiligi intervension kardiologiyadan chiqadi. Undan tashqari periferik tomirlarda bilamiz o'sha arterial tomirlarda stenozlar bo'lsa, ularga stent qo'yish va uyqu arteriyalariga stent qo'yishlar amaliyotlar hammasi intervension kardiologlar qiladi. Aritmologlar esa biz yurakni ichidagi yurak bilan bog'liq bo'lgan bevosita yurak mushaklarida joylashgan, yurak to'qimalarida joylashgan aritmogen o'choqlarini topib, ularni elektrofiziologiyasini o'rganish va ularni o'sha maxsus yo'llar bilan kuydirish amaliyotlarini o'tkazamiz. Undan tashqari yana bittaligi bor. Yurak bradioaritmiyalarda yurakni sun'iy ritm boshqaruvchilarini implantatsiya qilinadi. Mana shu yurak bradioaritmiyada impuls qo'yiladigan implantatsiya qo'yishi forumda o'qidimda. Endi mana shu podkastga tayyorlanish jarayonida yurakni o'zi ishlash uchun signal ishlab chiqaradi o'zidan, to'g'rimi? Endi shu signal ishlab chiqarganda, kam ishlab chiqarganda o'zi qon bosimlarining oshishi, tushishi, aynan kasallikni mana shu sizga murojaat qilish uchun, aritmiya bo'layotganligini bilish uchun kasallikning ayni belgilari qanaqa bo'ladi? Oshishi bo'ladi, tushishi bo'ladi yoki qanaqa o'zgarishlar bo'ladi va sizga murojaat qiladi. O'zi aritmologiya ikkita katta sohaga bo'lsa bo'ladi. Ya'ni ikkita katta qismga. Bu yurak tez urib ketishlari va yurakni sekin urib qolish kasalliklari. Yurak tez urib ketish kasalliklarida albatta bemorning shikoyati birinchi o'rinda yurakni to'satdan tez urib qolish yoki bo'lmasa palapartish tez urish birinchi diskomfort, o'shani his qiladi. Chunki odam normal yurak urishini sezmaydi. Qachonki patologik tez urib boshlasa, bu ko'pincha tinch holatda yoki bo'lmasa unchalik ko'p bo'lmagan nagruzkadagi yurak tez urib ketishi, shunga o'xshagan diskomfort bilan shikoyat qiladi va hansirash, nafas siqishi, ko'z oldi qorong'ilashlar, ayrim holatda hushdan ketish oldi holatlari va hushdan ketish holatlari bilan murojaat qilishi mumkin bemorlar. Bradioaritmiyalarda, ya'ni yurak sekin urib qolish kasalliklarida esa ko'pincha bosh aylanish, ko'z oldi qorong'ilashlar, hushdan ketish, holsizlik, tez charchab qolish, keyin har xil shish sindromlari bilan murojaat qilib keladi kasallar. Shish sindromi deganda bu periferik, oyoq qo'l shishlari, yuz shishi. Demak, bu ham yurak kasalligining belgisi bo'ladi. Xo'p, ayni qon bosimini oshishiga demak ekstrasistoliyalar, ya'ni taxiaritmiya sabab bo'ladi, to'g'rimi? Qon bosimini oshishiga ular ham sabab bo'lishi mumkin yoki parallel ravishda ikki xil kasallik bitta odamda bo'lishi mumkin. Deylik, qon bosim ko'tarishi, ya'ni arterial gipertenziya yoki gipertoniya kasalligi ham bo'lishi mumkin va shu bilan birgalikda rivojlanib kelgan har xil aritmiyalar. Paroksimal taxikardiya degan narsa bor, yurakning to'satdan tez urib qolishi. Misol uchun deylik, tinch o'tirgan holatda, ya'ni tinch holatda bemorda birdaniga 180-250 tezlab yurak tez urib qoladi va shu vaqtda aksincha davleniya tushib ketishi mumkin. Ya'ni yurak qon bosimi tushib ketishi kuzatiladi ko'pincha. Qon bosimi ko'tarilishi esa paroksimal taxikardiyalardan tashqari ko'pchilik taxikardiyalarda yuzaga keladi. Misol uchun bo'lmachalar fibrillatsiyasi, qon bosimi ko'tarilsa bo'lmachalar fibrillatsiyasi rivojlanishi mumkin yoki bo'lmachalar fibrillatsiyasi rivojlanishi
bu qon bosimini ko'tarishiga olib kelishi mumkin. Qorincha ekstrasiyasi yoki bo'lmacha ekstrasiyalari, ya'ni navbatdan tashqari qisqarishlar esa yurak qon bosimiga ta'sir qilishi ham mumkin, qilmasligi ham mumkin. Bradiaritmiyalarda esa kompensator, ya'ni fiziologik qon bosimi ko'tariladi, chunki yurak urish soni kamaygani uchun bosh miyaga qon yetkazib berish uchun organizm o'zi qon bosimini ko'taradi. Agar bu holatda biz qon bosimini tushiradigan bo'lsak, bemor og'ir ahvolga tushib qolishi mumkin. Aynan ekstrasistoliyani o'zi nima? Ekstrasistoliya degani bu birinchi o'sha yurakni o'zini avtomatizm tizimi bor va o'tkazuvchi yo'llari bor. Avtomatizm tizimi bu o'sha yurak sinus tuguni yoki bo'lmasam o'sha birlamchi yurak ritmini boshqaruvchisi, ya'ni yurak ritmini boshqaruvchisi bu sinus tugun. Eng katta generator va u 1 daqiqada tinch holatda 70-75 marta impuls chiqaradi va yurak bo'ylab o'tkazuvchi yo'llar orqali tarqaladi va yurakning qisqarishiga sabab bo'ladi. Ikkita etaj bor, bilamiz, yuqori bo'lmachalar va qorinchalar. Shu navbat bilan qisqaradi. Ekstrasistoliya esa mana shu sinus tugundan tashqari holatdagi sinus tuguni o'zida ham bo'lishi mumkin. Ektopik o'choqlar. Ektopik o'choqlar bo'lish sabablari juda ham ko'p. Kardial va ekstrakardial sabablarga bog'liq bo'lgan ektopik o'choqlar u o'zlari avtomatik tarzda impuls ishlab chiqaradi va yurakni navbatdan tashqari qisqarishga olib keladi. Bu esa ko'pincha kasallar diskomfort, bosh aylanishi, ayrim holatda agar ekstrasistoliya ketma-ket keladigan bo'lsa, hushdan ketishlarga olib kelishi mumkin. Demak, buni xalq tiliga tushuntiradigan bo'lsak, yurak navbatdan tashqari qisqarish yoki bitta kichkina idora bor, u yerda ikkita bo'lim bor. Idorani asosiy buyruq beruvchi bitta bo'lsa, o'sha bitta odam buyrug'ini ketma-ketlikda boshqaradigan bo'lsak, u yerda navbatdan tashqari boshqa boshliqlar paydo bo'lib, ish jarayoniga xalal beradi. Endi bundan tashqari men o'qiganda forumda ko'pchilikda diagnoz sifatida ham qo'yilar ekan. Sinus tuguni sustligi yoki ruschada sindrom slabosti sinusovой uzla deylar ekan. O'sha narsani o'zi nima? Sinus tuguni disfunksiyasi, ya'ni o'sha aynan yurakni ritmini boshqarib turuvchi, yurakka impuls berib, uni qisqarishiga sabab bo'luvchi impuls ishlab chiqaradigan bir generator. Va ana shu generatorni sekin astalik bilan yoki bo'lmasam o'tkir tarzda ishdan chiqishi bu sinus tuguni sustligi sindromi deyiladi. Bu disfunksiya. Ya'ni o'sha tugunga nimadir sabab bo'ladi ishdan chiqishiga, deylik yurakka bog'liq bo'lgan yoki yurakdan tashqari. Yurakka bog'liq bo'lganlari bu ko'pincha yosh kattalarda yurak ishemik kasalliklari, ya'ni yurakka qonni, yurak to'qimalariga, aynan sinus tugunidagi to'qimaga qonni yaxshi yetib kelmasligi hisobiga u tugun ozuqasi buziladi va sekin-sekin disfunksiyaga uchraydi. Yurakdan tashqari bo'lgan holatda ko'pincha bu gormonal fonlar hisobiga yoki bo'lmasam o'ttosh kasallik, oshqozon yara kasalligi, nevrologik kasalliklar, undan tashqari har xil zaharlanish, dorilar bilan zaharlanish, ya'ni antiaritmik preparatlarni keragidan ortiq qabul qilish hisobiga yoki bo'lmasam zaharli moddalar bilan zaharlanish hisobiga disfunksiya kelib chiqadi. Alkogol intoksikatsiya ham olib keladi disfunksiyaga. Alkogol. Demak, ko'p ichsak, aritmiya bo'lib qolishi mumkin ekan. Kursdoshlarni yig'ilishi to'g'risida ketganda kichkina bahs ketdi-da. Palon joyda o'tirsak bo'ladi, ichadiganga ham, ichmaydiganga ham to'g'ri keladi. Endi bitta sherigimiz aytuvdi. Demak, biz ichadigan kiramizmi, ichmaydigan kiramizmi? Demak, agar ichadigan bo'lsangiz, men aytaman, что mana shunaqa zaharlanishingiz mumkin deb bemalol aytsa bo'lar ekanda. Demak, ichishi zarar, yana bitta biz bilmaydigan zarari ham bor ekan, kardiologlardan eshitamiz, xudo xolasa. Yana o'zi blokada deyishadi ko'pincha yoki o'sha yurak ritmini buzilishlari, qaysidir yetishmasligi, o'zi blokadaning qanaqa turlari bor? Blokadalar juda ham ko'p turi bor. Eng ko'p tarqalgani bu o'sha boya aytib o'tganimdek, ikkita etajni bir-biri bilan elektrik jihatdan bog'lab turuvchi abu tugun bor. Abu ya'ni atrioventrikulyarniy tugun, ya'ni bo'lmacha qorincha o'rtasida joylashgan tugun. Bu tugunning asosiy funksiyasi o'tkazuvchi vazifani bajaradi. O'tkazganda ham tanlab o'tkazadi. Ya'ni demoqchiman, sinus tugunidan impuls chiqadi, bo'lmachalarga tarqaladi va undan tugun uni qabul qilib qorinchalarga, ya'ni yurakning asosiy qismi bo'lgan qorinchalarni qisqarishiga aynan o'sha tok o'tkazib berib yurakni qisqartiradi. Ana o'sha avu tugunni blokadasi eng ko'p tarqalgani. Undan tashqari yana
AV tugundan keyin gistam uning oyoqchalarini blokadalari, gistam blokadasi, gistam chap va o'ng oyoqchalar blokadasi. Bundan tashqari yana bor bo'lmachalar o'rtasidagi blokada. Ya'ni bo'lmachalar o'zini ham ichida o'tkazuvchi yo'llari bor, tasdiqlanmagan o'tkazuvchi yo'llar. Ya'ni kitoblarda ko'pchilik inkor qilgan yo'llarni, lekin oldinda hamma baribir o'sha yo'llarni aytib o'tadi va o'sha yo'llarni ishdan chiqishi ham blokadaga olib kelishi mumkin, bo'lmachalararo blokada. Va bular ham o'ziga yarasha klinikalar beradi. AV blokadalar misol uchun ko'p klinika beradi yoki bo'lmasam gistam chap oyoqchasi ko'proq belgilar bersa, o'ng oyoqchasi kamroq belgilar beradi. Yurakni fibrillatsiyasini o'zi nima? Yurak fibrillatsiya berib qopti. Bunaqa bo'lib qopti, yurak fibrillatsiya berib qopti, o'lib qopti. Endi hozir narkoz jarayonlarida nima bo'ldi desa, ekspertizada eshitiladigan shunaqa fibrillatsiya tushunchasini o'zi, kompyuterda tit qilib qoladigan chizuvlar haqida ham qisqacha to'xtalsak. Fibrillatsiya bu ko'pincha agar o'limga sabab bo'ladigan fibrillatsiya bo'lsa, bu qorinchalarni, ya'ni yurak o'zi pastki etaji, ya'ni qorinchalar qismi yurakning eng asosiy vazifasini bajaruvchi qismi hisoblanadi. Undan ham o'ng qorincha, chap qorincha bor. O'ng qorinchaning ahamiyati chap qorinchalik emas, chunki butun organizmga arterial qonni yetkazib beruvchi qismi bu chap qorincha va ko'p shikastlanadigan qismi ham chap qorincha bo'ladi. Eng ko'p ishni ham shu qiladi va eng ko'p zararlanadigan qismi ham shu. Va fibrillatsiya agar chap qorincha bilan bog'liq bo'ladigan bo'lsa, ko'pincha bemorlarda to'satdan yurak hisobiga o'lim, внезапный сердечный смерть degan narsa bu. Mana shu narsa qorinchalarga tegishli. Bu ko'pincha mana shu yosh kattalarda bo'ladigan bo'lsa, yana boya aytib o'tganimdek, yurak ishemik kasalligini o'tkir korona sindrom degan turi bor. O'sha vaqtda ko'p bo'lishi mumkin. Miokard infarktida bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasam o'sha AV blokadada kompensator qorinchalar ritmi ketadi va u qorinchalar fibrillatsiyasiga o'tib ketishi mumkin. Bularning hammasi yurakni to'satdan to'xtab qolishiga olib keladi. O'sha kardiogrammada ko'ramiz, o'sha kinolarda ham yoki o'zimiz real hayotda fibrillatsiya bo'lsa, birinchi qorincha taxikardiyasi yoki bo'lmasa bir dona ekstrasistali, undan keyin fibrillatsiya ketib qoladi. Bu ko'pincha yurakni o'sha elektrolit va ozuqasini buzilishi, elektrolit disbalansini hisobiga kelib chiqadi. Bu yerda balans buzilgan bo'ladi, chuqur buzilgan bo'ladi. Shuni hisobiga bu qorincha fibrillatsiyasi kelib chiqadi. O'zi aritmiyalarni aynan yurak operatsiyasiga sabab bo'lishi yoki yurak operatsiyasiga ko'rsatma bo'lishiga qaysi belgilar kiradi yoki qaysi ko'rsatkichlari shu aritmologiya bo'limida yotib shundan shifo topish uchun yoki shu yo'l bilan davolash uchun yoki qaysidir ma'noda doridan xalos bo'lish uchun imkon beradigan qaysi ko'rsatmalar bor? Bu biz O'zbekistonda umuman SNG davlatlarida ham eng ko'p qo'llaniladigan qo'llanma, ya'ni bu guidelineslar, shu rekomendatsiyalar Yevropa kardiologlar jamiyati va Yevropa aritmologlar assotsiatsiyasi bor. Ana o'shani dastur qilib nuqtasigacha yozib qo'yilgan. O'shanga amal qilinadi va o'sha bo'yicha ish yuritiladi. Ya'ni bemorda, mana deylik, bradioaritmiyalar haqida gaplashamiz. Bradioaritmiyalarda operatsiyaga ko'rsatmalar bor. Ko'rsatmalar nimalardan iborat? Deylik, bemorda AV blokada. U bo'lishi mumkin o'tkir turdagi yoki bo'lmasam surunkali AV blokadalar. Surunkali ko'pincha yosh kattalarda bo'ladi. Qachondir infarkt bo'lib, sekin-sekin surunkali ateroskleroz kasalligi, yurak ishemik kasalligi bilan bo'lib AV blok sekin-sekin rivojlanib boradi. Birinchi yengilroq, birinchi, ikkinchi, uchinchi darajasi bor. O'sha birinchi darajasi bo'lib, keyin ikkinchi daraja qo'shiladi, keyin uchinchi darajaga o'tib bemorlarda kompensatsiya rivojlanadi. Ya'ni o'sha kam bo'lgan yurak urishiga ular kompensatsiya qilib ichida moslashib keladi va bu bemorlarda surunkali turdagi AV blokada bo'ladi. Va bu holatda ham agar u to'liq AV blok bo'lsa, ya'ni 3-darajali AV blokada bo'lsa, bu to'g'ridan-to'g'ri o'sha kardiostimulyator implantatsiyasiga ko'rsatma bo'ladi yoki bo'lmasa AV blokada 2-daraja, Mobitz 2, Mobitz 1, hattoki 1-darajadagi AV blok ham elektrokardiostimulyator implantatsiyasiga ko'rsatma bo'lishi mumkin. Ko'rsatmalar bor, juda ham mayda va ko'p. Hozir aytib o'tadigan bo'lsak, sinus tugun sustligi sindromida ham xuddi shunaqa sinatral blokadalar, sinus arrest va sinus tugun sustligi sindromi deb 3 xil nazarlarga bo'linadi bu ham. Sinus arrest bu o'sha normal sinus ritmi kelib, misol uchun Holter monitor yoki EKG qilinganda bemorda o'sha
birdaniga sinus tugunining yo'qligi bo'lmacha va qorinchalar to'liq asistaliyasi ma'lum muddatga ko'rinadi. Deylik 3, 6 va 6 sekunddan ko'p bo'ladigan bo'lsa, bular ko'pincha 3, 6 sekunddan ko'p bo'ladigan bo'lsa, bular to'liq kardiostimulyator implantatsiyasiga ko'rsatma bo'ladi. Asosiy belgilar bemorlarda ko'pincha bosh aylanish, ko'z oldi qorong'ilashlar, hushdan ketishlar. Ma'lum soniyaga. Ma'lum qisqa muddatli hushdan ketishlar, qisqa muddatli отключкалар. Mana o'tirgan joyda qisqa muddatli eslolmay qoladi narsalar. Yoki nafas yetishmovchilik belgilari bo'ladi. Xsm bilan, ya'ni surunkali yurak yetishmovchilik belgilari shishlar bilan keladi. Hansirab, nafas siqib kelishi mumkin. Hushdan ketmagan bo'lsa ham. O'shanga qarab yordam ko'rsatish ham ikki xil. O'tkir yordam ko'rsatish qachonki bemor anamnezdan biror marta bo'lsa ham hushdan ketgan bo'lsa, darhol unga shoshilinch tarzda yordam ko'rsatish kerak bo'ladi. Agar bemorda surunkali mana shu narsa bo'lib biror marta hushdan ketmagan, gemodinamik ko'rsatkichlar, davleniyasi, qon bosimi, saturatsiyasi, pulsi 30 tadan kam bo'lmasa, bularga o'tkir emas, ya'ni rejali tarzda yordam ko'rsatiladi. Operatsiyaga olinadigan bo'lsa, rejali operatsiya qilinadi. Shu turdagi operatsiyaning maqsadi o'zi yurak maqsadi deganda faqat yurak ritmini to'g'irlashmi yo boyagi belgilarni yoki o'sha HSN surunkali yurak yetishmovchiliklarni ham ketkazishmi? Maqsadi, operatsiyaning maqsadi. Asosiy o'zi mana shu bradioaritmiyalar juda yaxshi mavzu. Va shuni ko'targanim yaxshi bo'lgan. Chunki mana shu bradioaritmiyalardan O'zbekistonda 1 yilda umuman bradioaritmiyasi bo'lib turib, mana shu EKS implantatsiya qilinishga ko'rsatma bo'lgan bemorlar soni juda ham ko'p. Ularni 10% ga ham biz hozir yordam ko'rsatmaymiz. Nimagaki bu o'sha periferiyadagi vrachlarimizni bu sohani rivojlanganligi to'g'risida ma'lumotning yo'qligi yoki bo'lmasam ozroq bo'lsa ham endi o'zimiz soha bo'lgani bilan loqatlik bor ozroq bemorlarda. Vrachlarning o'zida bemorlarga keladigan bo'lsak, bemorlarning o'zi biz xalq bilamiz, mentalitet salgina tibbiy rivojlanish sal orqada bo'lganligi uchun bu o'zini ertaroq belgilar, eng birinchi belgilar bo'lib, bosh aylanish, ko'z oldi qorong'ish. Birinchi belgilar paydo bo'lganda murojaat qilmaydi. Birdaniga assistalik beradi. Va shunda hushdan ketadi. Hushdan ketgandan keyin skor olib keladi. Yo'lda yaxshilanib qolib, EKG qilsa hammasi yaxshi bo'lishi mumkin. U proksimalniy shunaqa formalari ham bor. Operatsiyadan qilish asosiy maqsad yurakni pulsini oldingidek joyiga qo'yish, fiziologik qilib. Ya'ni avblokadalarda deylik, misol uchun bo'lmachalar o'zidek qisqaraveradi. Misol uchun sinus tuguni ishlab turibdi va bo'lmachalarga tarqalyapti. Lekin tugun o'tkazmaydi pastga. Shuning uchun bo'lmachalar 3 marta qisqaradi, qorincha 1 marta qisqaradi. Ya'ni yuqoridagi 3 porsiya qonni olib 1 martada chiqarib yuborish kerak bo'ladi. Yoki bo'lmachalar noeffektiv qisqaradi. Shuni hisobiga biz nima qilinadi? Misol uchun avblok 3-daraja keladigan bo'lsa, ikki kamerali kardiostimulyator degan narsa bor. Ya'ni bitta simchasi o'ng bo'lmachaga, bitta simchasi o'ng qorinchaga qo'yiladi va shuni hisobiga qorincha bo'lmacha avvalgidek sinxron qisqarishni boshlaydi. Bu to'liq gemodinamikani yo'lga qo'yilganligidan dalolat va belgilar, boyaga aytib o'tgan belgilar, birinchi o'tkir belgilar to'g'ridan-to'g'ri yo'qoladi o'sha operatsiyaning o'zida. Ko'pincha bu bradioaritmiyalar buyrakni surunkali buyrak yetishmovchiligiga, jigar yetishmovchiligiga, o'pkada va qorin bo'shlig'i, yurak atrofida suv yig'ilishiga olib keladi. Bu belgilarni esa sekin-sekinlik bilan yo'qotiladi. Ya'ni bu buyrakning faoliyati sekinlik bilan qayta o'z o'rniga keladi. Shishlar sekin-sekinlik bilan qaytadi. Bir hafta, 10 kun, balki 1 oy ketar vaqt. Bo'shliqlarda agar suyuqliklar ko'p bo'ladigan bo'lsa, bu punksiya qilib olib tashlanadi yoki bo'lmasam ob'yemi kamroq bo'lsa, u dorilar bilan siydik haydovchi dorilar bilan chiqarib yuboriladi. O'tkir belgilari operatsiyaning o'zidayoq yaxshilanadi. Agar surunkali oldindan paydo bo'lib yurgan belgilar, shish, nafas siqishi, hansirashlar sekin-sekinlik bilan yo'q bo'ladi. Demak, bitta implant qo'yish bilan ham buyrakni saqlab qolamiz, ham o'pkaga yordam qilamiz, ham yurakni o'zini qilamiz, ham qorindagi, oyoqdagi shishlarni ketkazamiz. Va meni masalan o'sha bemor odam nafas siqib hansirab turgan bo'lsa, o'sha belgilar yo'qolib, hali bitta domlamizni
agar aritmiya bo'lsa, sen o'sha paytda bitta kardion qilsang, bemorni ko'ziga xudo bo'lib ko'rinasan derdi. O'sha operatsiyadan keyin xuddi shunaqa holat bo'lar ekanda, yengillik bo'lar ekanda. Xo'p. Endi o'sha haqiqiy anaqaga o'tamiz. Shu turdagi operatsiyani o'zi biz ko'z operatsiya qilamiz. Birinchi bo'lib beradigan savol, operatsiya qancha muddat davom etadi? Shu turdagi savol menimcha hammada bo'lsa kerak. Yurak operatsiyasida ham shu operatsiyaning muddati qancha? Necha minut, soat bo'ladi? Endi kardiostimulyator implantatsiyasi o'rtacha 1-1,5 soat vaqt oladi. 1-1,5 soat. Agar masalan kardiostimulyator implantatsiyasida orada yana qanaqadir koronar shuntlar ham qo'yib ketadigan holatlar bo'ladimi? Yo'q. Bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin. Gibridli operatsiyalar bor. Misol uchun deylik, bemorda yurak ishemik kasalligi bor, unga AKSH, ya'ni tomir tikish operatsiyasini qilish kerak. Shu bilan birga ishemiyaning fonida o'sha to'liq al blokada rivojlangan bo'lsa, epikardial sistema bor, endokardial sistema. Biz endokardial sistema qo'yamiz, ya'ni endokardial yurakni ichidan turib simlarni qo'yib, yurak mana bu umravoz sohasiga o'sha asosiy kardiostimulyator korpusi batareyasi bilan birga qo'yiladi bu yerga. Mana shu operatsiyani yurak ustiga qo'yiladigan turi ham bor. O'sha vaqtda qilib ketilsa bo'ladi. Gibridli operatsiya, uni xirurglar, aritmologlar bilan birgalikda qiladi. Xo'p. O'zi aritmologiya deganni ozgina tushuncha beraylik-da. Aritmologiyani o'zi operatsiyasida ko'krak bo'shlig'i ochilib, yurakni primoy ko'rib qilinadimi operatsiya yoki boshqa qanaqa bo'ladi odamlarda tushuncha bo'lish uchun? Aritmologiya sohasi xuddi intervension kardiologiyaga o'xshaydi, ya'ni rengen-vaskularnikiga o'xshaydi. Bu operatsiyalarda ko'pincha ko'krak qafasi ochilmaydi. Ko'pincha emas, aritmologiyani juda kam sohasida ochiladi. Aslida 95% holatda, 98% holatda ham bo'ladi. Yopiq usulda qilinadi. Hattoki 90% holatda bemorlarga narkoz berilmaydi. Ya'ni umumiy uxlatilib og'riqsizlantirish amaliyoti bajarilmaydi. Mahalliy og'riqsizlantirish bilan qilinadi hamma amaliyotlarimiz. Hattoki o'sha kardiostimulyator implantatsiyasi 5-6 sm kesma qilinadi. Umrvoz sohasiga bular hammasi mahalliy og'riqsizlantirish bilan. Demak, yurak operatsiyasi bo'layotganda bemor hushida bo'ladi. Hushida bo'ladi. Gaplashib o'tadi. Gaplashib turadi. Ular uxlab anig'i narsa tiqib qo'yib, tet degan 5 gacha sanay, 10 gacha sanay deb uxlab qoladigan tushimda balon narsalarni ko'rdim, farishta keldi. Unaqa narsalar ham bo'lmaydimi? Umumiy narkoz berilmaydimi? Umumiy narkoz berilmaydi. Ayrim holatlarda operatsiya davomida yoki bo'lmasa operatsiyadan keyin kardiovaskular qilinishi mumkin yoki bo'lmasa operatsiyalarda shunaqa o'zini ritm tiklash amaliyotlari bor. O'sha vaqtda uxlatilishi mumkin qisqa muddatga, 3 daqiqa, 5 daqiqaga. Lekin yurak operatsiya bo'layotgan mashinani motori ishlayotgan, motor ishlab turib, remont qilib yuborib, sekin haydab yana chiqib ketaverar ekanda. Shunaqa. Gonkadan sekundda bitta grad balonni nechadir sekund almashtirib chiqib ketganda bo'lib qolar ekanda. Faqat ani pit stopda, ya'ni stayankada ozgincha sal ko'proq turar ekan bo'ldi ekan. Xo'p. Zamonamiz ham yaxshi rivojlanyapti. Endi shu narsalarni O'zbekistonda bo'layotgani, o'zimizning yurtda bo'layotganligi, shunga masalan qaysidir borib boshqa davlatda tilni tushunmay yoki orada qanaqadir posredniklarsiz yoki qanaqadir kompaniyalarsiz o'zimizda bo'layotgani ham hammani quvontiradi. Ancha-muncha xarajatdan odamlarni asrab qoladi. Masalan, Qashqadaryodan Toshkentga kelish uchun 3 kishi kelish uchun 350 mingdan 1 million ketdi deylik. Agar 3 kishi Rossiyaga boradigan bo'lsa, u $400 borish, yana $400, $300 qaytish, yana u yerda turish deganda hozir ancha rivojlanib qoldi. Viloyatdagi odamlarning ko'pchiligini Toshkentda qarindoshi bor. Ularni hisobga olsak ancha qoladigan bo'libdi-da. Shunaqa. Bemor qancha vaqtdan keyin normal hayotga qaytadi? Masalan, shu amaliyot o'tkazildi, shu jarayon bo'ldi. Operatsiya bo'ldi-da, qancha vaqtdan keyin, necha kun yotadi больницada yoki necha kundan keyin o'zini deylik o'qituvchi deylik yoki dehqonmi yoki shunaqa uyda ishlar qilinadigan qaysi muddatdan keyin odatiy hayotga qaytsa bo'ladi? Operatsiyadan keyin mana operatsiya o'tdi, 12 soat yotoq rejimi bo'ladi, bemor turmaydi o'rnidan. 12 soatdan keyin o'sha bemorlar turib,
o'sha hojatxonaga chiqib, bemalol ovqatlanib, o'sha aktiv hayotga qaytaveradi. Faqat reabilitatsiya vaqti bor, ozroq muddat yurak ichiga qo'yilgan simchalar, u aktiv fiksatsiya bilan, masalan, shampanskiy, vino ochadigan mikrovint bor-ku, o'sha vintni mikrovinti bor. O'sha elektrodlar yurak ichiga qotiriladi. O'zining maxsus отвертkalari bor, krutilkalar bor. O'sha krutilkalar bilan yurak ichiga qotiriladi va o'sha qotib yurakni mushaklariga birikib, o'sha o'zidan u yurak endokardi elektrod mahkam ushlab olishi kerak. Unga esa 1 oycha, 1,5 oycha vaqt kerak bo'ladi. O'sha vaqtga bo'lgan davrda bemor o'sha 1,5 oy davomida bemor o'sha qaltis harakat qilmaslik kerak va o'sha kardiostimulyator qo'yilgan qo'li bilan og'ir narsa ko'tarish, narsalarga osilish mumkin bo'lmaydi. Qolgan hamma ishni qilib yuraveradi. Даже bir haftadan keyin bemalol ishxonasiga mashina haydash esa ertasi kuniga haydasa bo'ladi. Ishxonasiga borib ishini qilib yuraversa bo'ladi. Ya'ni fizik nagruska bo'lmaydigan ishlarda, masalan, ofisning ishlarida og'ir yuk bilan ishlamaydigan odamlar bemalol ishini qilib yuraversa bo'ladi. O'sha qo'yilgan implant bemorga necha yil ketadi? Qo'yilgan implant mana biz endi O'zbekistonda asosan o'sha Amerikada ishlab chiqarilgan, Amerika va Yevropada ishlab chiqarilgan implantlar qo'yiladi. U o'rtacha 10, 12, 15 yilgacha ishlashi mumkin. Maksimum 15 yil, 10-12 yil sredniy ishlaydi. Keyin implant almashtiriladi? Ha, almashtiriladi. Bunda ham faqatgina batareyka chasti, o'sha apparatning korpusi almashtiriladi. Yurak ichiga qo'yilgan simlar esa qolaveradi. Qachonki o'sha elektrod o'zi organizmga yaxshi chiqishib, aynan turgan joyida impulslarni yaxshi berib turgan bo'lsa, u tekshirib turiladi-da apparat. Distansion tekshirib turiladi. O'zining maxsus kompyuterlari bor. Apparat bilan bog'lanadigan, o'sha tekshirib turiladi. Agar hamma parametrlar yaxshi bo'lsa, bemalol 10-12 yil xizmat qilgandan keyin almashtirib qo'yiladi. Demak, agar yaxshi tursa, 10-12 yildan keyin batareyasini almashtirib oladi, yana yuraveradi. Yana bemalol yuraveradi. Shu operatsiyadan keyin eng yomon holatda nima bo'lishi mumkin? Qanaqa asoratlar bo'lishi mumkin yoki? Endi har bitta operatsiyaning o'ziga yarasha asoratlari bor. Operatsiya vaqtida va operatsiyadan keyingi asoratlar bo'lishi mumkin. Operatsiya vaqtida bo'lishi mumkin bo'lgan asoratlar o'sha yurakni implant qo'yilayotganda elektrodlar o'zi silikon juda ham yumshoq bo'ladi. Juda kamdan kam bo'ladigan, bu juda ham kamdan kam bo'ladi operatsiyada. Meni haligimda bo'lmagan praktikamda, lekin Moskvada o'qib yurgan paytimiz o'sha bitta vrachimizda o'sha qo'yilgan elektrod, unda ham kasallik o'zi qaltis harakat qilgan, unaqa sakraganda, o'sha sakragan vaqtda ichidagi elektrod yurak devorini teshib chiqib qo'ygan. Keyin uni ko'krak qafasini ochib, o'sha teshilgan joyini tikishga, keset qo'yishga to'g'ri kelgan. Shunaqa holat eng og'ir asorati. Qolgan asoratlar gematoma yoki bo'lmasam ozroq qon ketish bo'lishi mumkin. Bemor hushida bo'ladi, hech qanaqa og'ir holatga tushmaydi. Operatsiyadan keyingi eng yomon asorat bu operatsiyadan keyingi davrda. Bu birinchisi dislokatsiya. Dislokatsiya bu elektrodni qo'yilgan joydan siljishi. Aytdimku, mikrovint bilan yurak mushagiga qotiriladi elektrod. U 2,5 millimetrli diametrli elektrod bu silikonga o'ralgan, ichida kichkinagina ingichka provodi bor. O'sha elektrod joydan siljishi mumkin. Agar joydan siljisa, yana qayta ochib, yana joyiga qo'yishga to'g'ri keladi. Bu birinchi asorat operatsiyadan keyingi kech davrida bo'ladigan. Agar o'sha bemor narsalar qilib aytilgan tavsiyalarga amal qilmasa, aytilgan 1-1,5 oy ichida tavsiyaga amal qilmaydigan bo'lsa, shu narsa bo'lishi mumkin. Ikkinchisi ham bemorning o'ziga to'g'ridan-to'g'ri bog'liq bo'lgan, bu infeksiya. Infeksion asorat. Infeksion asorat bilamiz, endi har bir xirurgik operatsiyadan keyingi bo'lishi mumkin bo'lgan asoratlardan biri. Buni nima yomon tarafi bor? Endi biz operatsiyadan keyin men harakat qilaman, kardiostimulyator implantatsiyasidan keyingi bemorlarga maksimum shu 5-7 kungacha qolishni nima uchun qolish? O'zi bir kundan keyin ham chiqarib olsak bo'ladi. Biz ranasini, o'sha jarohat joyini o'zimiz aseptik saqlash, ya'ni steril saqlash maqsadida ham bemorni больницada olib qolishga harakat qilamiz. Ya'ni yara yaxshi bo'lib, o'zini bitib olgungacha bo'lgan davrda. O'sha 5 kun 7 kunda o'zi ma'lum bo'lib qoladi, rana yaxshi o'zini zajavatsiya, ya'ni bitib ketayotganini ko'rsak, biz javob beramiz bemorga. O'shandan keyin aytamiz, har kuni yoki kunora poliklinikaga, xirurgga chiqib bitta
обработка qilib operatsiya qilib qo'yishni. Bemorlar bor, o'shani qilmaydi. 1-1,5 oydan keyin bu yer shishirib, iringlatib keladi. Iringlatib kelgan holatda ham biz maksimum harakat qilamiz o'sha apparatni shu yerda saqlab qolishga. Agar iloji bo'lmasa, keyin olib boshqasini bu tarafdan qo'yishga to'g'ri keladi. Agar shu agar bu tarafdagi joyga qaytarib qo'yishning iloji bo'lmasa, olib tashlanadi u apparat to'liq infeksion jarayoni bo'lganligi uchun yangi apparat bu tarafdan, o'ng tarafdan qo'yiladi yoki shu tarafdagi yara bitkazilib boshqa martdan qo'yiladi. Bu eng yomon asoratlari. Juda kamdan kam bo'ladi. Endi oldinlari ko'p bo'lgan, chunki u vaqtda o'sha bemorni obработкасы uchun kerakli bo'lgan antiseptiklardan foydalanish iloji bo'lmagan, antibiotiklar unaqa yaxshi rivojlanmagan bo'lgan. Shuning uchun ko'p bo'lgan oldin infeksiya asoratlari. Hozir bizda juda ham minimum. Shu operatsiyadan keyin qanaqadir muddatda dorilar ichib yurish kerak bo'ladimi? Kardiostimulyator implantatsiyasidan keyin agar qo'shimcha kasalligi bo'lmasa, aynan kardiostimulyator uchun hech qanaqa dori kerak bo'lmaydi. Faqat antibiotik ichadi. Antibiotik operatsiyadan keyin bir 3 kun, 5 kun davomida inyeksiyon formada oladi, yetadi shu. Bo'ldi. Lekin alohida u uchun dori ichmaydi. Yo'q. Xo'p, zo'r ekan unda. Bizda ko'z operatsiyasi bo'lgandan keyin o'sha dori bunisini qilasiz desak, biz ko'proq dori yozib bermaysizmi? Osma olmaydimi? Yo'q, osma olmaydi. Bu bunaqa desak. Juda ham rivojlanib ketdi. Yo'q, mana shu joy o'zida bo'ldi. Bunaqa osmalar olishingiz shart emas. Bunaqa ko'llarni sizga ko'zingizga foydasi yo'q desak, cho'ta bu yaxshi doktorimiz ekan osma ko'l yozmayapti deydiganlar uchrab turadi-da. Xo'p. Endi umumiy narkoz berilmas ekan. Bemor og'riqni sezmas ekan. Agar aytganni hammasini qilib tursa, demak 1,5 oydan keyin, 1 oy 1,5 oydan keyin sizga ish tushmas ekan 10 yil, 12 yilgacha. Lekin baribir o'sha 10 yil, 12 yil davomida bemor nazoratda bo'lib turadimi? Mahalliy kardiolog davomidami yoki o'zingizda nazoratda bo'ladimi? Kimda nazoratda bo'ladi? Bemor shu uyga javob berilgandan keyin, odatda 1 oydan keyin повторный qayta ko'rikka keladi. Ko'rikka kelishdan asosiy maqsad biz apparatni tekshirib qo'yishimiz kerak. Apparatning parametrlari bor. Endi o'sha maxsus kompyuteri bor, o'sha bilan distansion bog'lanadigan. Apparat datchigi bor. O'sha datchikni bu yerga qo'yamiz, teri ustidan bog'lanadi. Bog'langandan keyin biz kompyuterda ko'ramiz. Apparat juda ham ko'p algoritmlari bor, har xil programmalari bor. O'sha programmalarni biz aynan individual bitta bemorga aynan bitta programma tanlaymiz. O'sha programma qanaqa tushgan bemorga, yaxshi ishlayaptimi, qo'yilgan elektrodni parametrlar yaxshimi? Yana bitta bu elektrodni bir aqlli tarafi qo'yiladigan mikroventiga steroid gormon shimdirilgan bo'ladi. U ma'lum muddatgacha steroid gormon ishlab chiqarib turadi, чтобы bu yerda ya'ni yog'lanish jarayoni rivojlanmasligi uchun. Bu yerda yog'lanish jarayoni rivojlansa, bu yerda fibroz to'qimi o'sadi va parametrlari yomon ko'rsatishlar ko'rsata boshlaydi. Shuning uchun bu taraflar ham o'ylangan. Bu juda ham shuning uchun bemorlar birinchi operatsiyadan keyin 1 oydan keyin keladi, keyin 6 oydan keyin, keyingi esa har yili bir marta ko'rikdan o'tib turadi, bo'ldi. 1 yilda bir marta. Mashinani tekshirganda texosmotor qilib turadi. Xo'p. Endi o'zi operatsiya to'g'risida gaplashdik. Qaysi holatlarda operatsiya qilish mumkin emas bo'ladi shu blokadalar, qaysi turlarida? Foydasi yo'q, sizga mana buni o'tkazib yuboribsiz. Ya'ni mumkin emas bo'lgan holatlar qaysi va shu mumkin emas bo'lgan holatga olib kelmaslik uchun nima qilish kerak? Operatsiyani qilish mumkin emas, ya'ni ko'rsatmasi yo'q bo'lgan bemorlarga qilinmaydi birinchi. Ikkinchisi bu o'ta og'ir holatda, ya'ni terminal holatdagi bemorlarga qilinmaydi. Qolgan ko'rsatmasi bo'lgan har qanday og'ir kasallarga qilamiz. Og'ir holatdagi kasallarga ham, o'ta og'ir holatdagi kasallarga ham bu implantatsiya amaliyoti qilinadi. Agar o'sha og'ir holatga tushishiga aynan yurakdagi bradioaritmiya sabab bo'lgan bo'lsa, agar bu bradioaritmiya buyrak yetishmovchiligi bilan bog'liq bo'lib, kalis ko'tarilib ketib, yo shunga o'xshagan har xil organlar ishdan chiqishi, poliorgan yetishmovchilik hisobiga bo'lsa, vaqtinchalik kardiostimulyator qo'yib turiladi. 7 kundan 14 kungacha, 15 kungacha ham qo'ysa bo'ladi. Vaqtinchalik kardiostimulyatorlar ham bor. Bu o'sha ekstrenniy markazlarda, ya'ni tez tibbiy yordam 16da, 15da, Vohidovda, qolaversa bizda ham bor. Tez tibbiy yordam maqsadida foydalanadi. Qo'yish mumkin bo'lmagan holda juda ham kam.
Agar qo'yish mumkin bo'lmagan holatga borguncha kasal aniq qaysidir больницаdan keladi bizga. Chunki u aniq hech bo'lmaganda tez tibbiy yordam punktiga borgan bo'ladi. Chunki u holatda odam o'zini yaxshi his qilmaydi. Hushi yaxshi emas bo'ladi. Endi u keladi emas, olib kelinadi. Olib kelinadi, katalogga kirib keladi. Olib kelinadi. Endi bizning oftalmologimiz ko'pincha bizning bemorlarimiz o'zi murojaat qila oladi. Endi murojaat qila olmaydigan holatlar ham bor. Murojaat qila olmaydigan holatda kimdir yetaklab olib kelishga ko'rmaganligi sababli biz ham terminal holatda endi terminal holatda bo'lganda nima qilib aytamiz-da bemorlarga. Ko'z ikkita vazifasi bor. Ko'rish vazifasi, ya'ni ko'rish vazifasi deganda odamni ko'radi, yuradi, orientatsiya uchun yordam beradi. Ikkinchi vazifasi kosmetik vazifasi. Kosmetik odam yuzingizga qaraganda uni hamma organlari yuzi qo'pol qilib aytganda ujuz kinoga o'xshab turmasligi uchun vazifasi deb aytamiz. Sizga yordam bersa bo'lmaydi, lekin organ sifatida saqlab qolish uchun, butunligini saqlab qolish uchun yurakni ayni aritmologiya bo'limida ham faqat organ sifatida saqlab qolish uchun qilinadigan operatsiyalar bormi? Organ sifatidami? Yo'q, agar funksiya bajarmasa qiyin. Funksiya bajarmasa bo'ldi, to'xtaydi hayot. U narsa qiyin. Kosmetik shunchaki organ sifatida saqlab qolinsa уже. Endi o'zi bu savol noto'g'ri, yuragiga nisbatan. Endi qaysidir ritmlarni sal ko'paytirib berish uchun, kamaytirib berish uchun yoki qanchadir muddatga yordam beradi shu bu blokator. Qanchadir paytdan keyin bu mana amaliyotga o'tkazishlik kerak, bu amaliyotga o'tkazishlik kerak degan holatlar ham bo'ladi. Deylik, misol uchun bemorda AV blokada bor, lekin yurak yetishmovchiligi og'ir darajalari yo'q. Kardiostimulyator qo'yilgandan keyin ma'lum yillar o'tib, bu kardiostimulyator qo'yilgan bemorda yurak yetishmovchiligining og'ir darajasi rivojlanishi mumkin. Chunki buni genida bo'lsa, misol uchun yurak yetishmovchi kasalligi rivojlanishi, mana shu bemor qachondir yurak yetishmovchi kasalligi bilan og'riydi. O'sha vaqtda 2 kameralimi, 1 kameralimi, keyinchalik u 3 kamerali kardiostimulyatorga almashtirilishi mumkin. Bu uje kardiostimulyator emas, resinxronizatsiya qilib beruvchi apparat. Bu murakkab, mana shu aritmologiyadagi texnik jihatdan eng qiyin operatsiyalardan bittasi hisoblanadi. O'zimizda qilamiz buni. Bu ikkita qorincha o'rtasida blokada, ya'ni gistam chap oyoqcha blokadasi va fraksiyasining juda tushib ketganligi. Yurakni qisqaruvchi funksiyasi juda tushib ketgan vaqtda. Fraksiya deganda yurak qisqarganda chiqaradigan qon hajmi miqdori. Ya'ni bir marta oladigan oyligim miqdori kamayib ketganga o'xshab, yurakni bitta chiqaradigan qonni miqdori miyaga yetkazib bergan, organizmga yetkazib bergan miqdorini fraksiya kamayib ketishini o'ta og'ir darajasi va shu o'ng qorincha va chap qorinchada desinxronizatsiya rivojlangan vaqtda qilinadigan 3 kamerali apparat qo'yiladi. Buni ham qilinadi bizda. Endi bu уже haqiqatan o'ta og'ir kasal hisoblanadi va bundan bemorlar faqat hayot sifatini yaxshilash uchun boya aytib o'tganingizdek, faqat hayot sifatini yaxshilash va umrini uzaytirish uchun qilinadigan apparatlar bular. Ko'pincha bunday bemorlar o'zi yurak ko'chirib o'tkazish amaliyotiga tayyorlanadi va yurak ko'chirib o'tkazish amaliyoti tavsiya etiladi. Biz qo'yib beradigan 3 kamerali apparat esa ko'prik vazifasini bajaradi. Bemorni hozirgi holatidan to yurak ko'chirib o'tkazishgacha bo'lgan davrda bridge, ya'ni ko'prik vazifasini bajaradi. Ya'ni yurak ko'chib o'tkazgungacha, donor topilgungacha bemorga biror korxol bo'lib qolmasligi uchun va hayot sifati yaxshilanishi uchun. O'lib qolmasin deb qo'yib turishar ekan, vaqtinchalik. Hozircha Xitoy apparat qo'yib turing, originalni qo'yib olasiz deganga o'xshab. Endi yaqinda bitta ayol murojaat qildilar, ko'zda mana shunaqa muammo bo'lyapti. Endi ko'p asabiylashdim dedilar. Nima asabiylashdi desa, mana shu yaqinda o'g'lim olamdan o'tib qoluvdi dedilar. Necha yosh desam 23 yoshida yurakdan o'tib qoldi dedilar. Qayerda o'tib qoldi desa, shu yurak ko'chirib o'tkazishga, donor qidirishga, kutishga Hindistonga boruvdik. O'sha donor topilmasdan o'rtada o'tib qoldi dedilar. Endi men nimaligini podrobnosti so'rab o'tirmadim. U so'rab o'tiradigan mavzu emas edi. Tezkor o'zlari aytdilar. Bu yog'ini so'rashga odam xijolat bo'ldi va o'ylayotganim o'sha narsani shu yerda Hindistonda o'tib qolmasligini, prognozini, qancha muddatga yetmasligini shuni Toshkentda yoki O'zbekistonda turib ham bilsa bo'larmidi? 100% bilsa bo'ladi. 100% unaqa bemorlar rosa ko'p.
Даже oilaviy anamnez bor. Misol uchun bittasi o'ladi, orqasidan opachasi, singlisi, akasi, ukasi, ana shunaqa ketadigan genetik kasalliklar bor. Ya'ni kanalopatiyalar degan narsa bor. Birinchi xuruj hayotini olib ketadigan aritmiyalar bor. Brugada sindromi eshitgan, CLC sindromlari. Bular hayotni to'satdan to'xtatib qo'yadi. Ya'ni yurakni to'satdan to'xtashiga olib keladigan va hayotida eng birinchi bo'lgan xuruj ham yuragini to'xtab qolishiga olib kelishi mumkin. To'satdan o'lib qolgan. To'satdan yurak o'limi. Внезапный сердечный смерть degan narsa bu. Siz aytayotgan bemor esa katta ehtimollik bilan yurak kengayish kasalligi, dilatatsion kardiomiyopatiya bo'lgan. Bu kasallikda ham o'sha boyagi yurakning to'satdan to'xtab qolishi xavfi o'ta yuqori. Shuning uchun kardioverter defibrillator degan narsa bor. Biz bilamiz, jonlantirish bo'limlarida mana bunaqa utuk bilan bemorlar jonlantiradi, hayotga qaytarishga harakat qiladi. O'shani yurakning ichidan turib beradigan apparat bor. Uni ham qo'yamiz aritmologiyada. Ya'ni qorinchalar taxikardiyasi bo'lsa, boyagi Brugada sindromlarida birlamchi ko'rsatma bilan qo'yiladi. Agar dilatatsion kardiomiyopatiyalar bo'ladigan bo'lsa, ikkilamchi ko'rsatma bilan hayotini to'satdan to'xtab qolishini, boya aytib o'tganimdek, ko'prik vazifasini, transplantatsiyagacha yetib olish vazifasini bajaruvchi apparatlar bular ko'pchiligi. Yoki bo'lmasam, mana shu prognozi yaxshilansa, apparat qo'yilgandan keyin, optimal medikamentoz davodan keyin bemorning hayot sifati yaxshilansa, balki transplantatsiya ham qilinmas. Uzoq yillar mana shu apparatni almashtirib yuraverish ham mumkin. Bu kardioverter defibrillatorni yurak ichidan turib. Chunki nima uchun bu narsa qo'yiladi? Har doim ham 16 ta jurush taxikardiya bo'lib qolsa, uni monitoring qilib, to'liq jurush taxikardiya bo'ldi deb aniqlab, o'zidan o'zi kardioverter qilib uchuq bosib beradigan odam ham yo'q. Unaqa kardiomonitordan olib yura olmaydi. Unaqa texnologiya. Apparat esa biz qo'yadigan apparat shu yurakni qachon taxikardiya bo'lsa, o'zi aniqlaydi, o'zi biladi va o'zi unga qarshi o'sha kardioverter qiladimi yoki stimulyatsiya bilan ritm tiklaydimi, o'zi hal qiladi va 95% holatda qilinadigan amaliyotlari bemorning hayotini saqlab qoladi. Hozir sun'iy intellekt deb o'ylaylik, o'zi sun'iy intellektni o'sha analiz qiladigan qismi bor ekan-da. Sun'iy intellekt bizning hayotimizni saqlab qoladi. Ham og'irlashtiradi, ham qiyinlashtiradi, ham saqlab qoladi. Faqat to'g'ri yo'nalishda qo'llasak. Xo'p, o'zi bizda hozir mutaxassislar ko'p. Endi yangi bizlarnikini faqat xalq emas, talabalar ham ko'rib turishadi. Amaliyotdan keyin mumkin emas, yana boshqa narsalarni gaplashdik. Talabalar uchun ham hozir oxirida bitta savollarim bor. Bu yerda qarasam, hali shu savollarga javob beradigan bemorlar uchun savollar bor ekan. Bemorlaringizni o'rtacha yoshi bo'ladimi? Mana shuncha yoshdan bu yoshgacha bo'ladi aritmiya. Bu yoshdan bu yoshgacha ko'p kuzatiladi degan. Aynan bradioaritmiyalar ko'pincha yosh kattalarda bo'ladi. 50-45 yoshdan keyin ko'pincha rivojlanadi bu narsa. 45-50 yoshdan o'tganda birlamchi o'sha AV tuguni yoki sinus tugunini birlamchi kasalliklari bor. Birlamchi disfunksiyalar. Ya'ni uni genetikasi bilan bog'liq bo'ladi ko'pincha. Ya'ni o'zida moyillik bo'ladi. Sinus tugunini erta yoshda shikastlanishi. Erta yosh ham 45-50 yoshda. Yoki bo'lmasam qarilik sinus tuguni sustligi bor. Prosta yosh kattalarda yurak sust urib qoladi. 45 ta, 40 ta va shu bilan birga bemorlarda klinik belgilar paydo bo'lib, bosh aylanish, shunga o'xshagan narsalar. Bular o'sha deylik 50 yoshdan u yog'i deylik, 50 yoshdan to eng yosh kattasi 37-yil bitta boboga qo'yganmiz, boboga. 37-yil odam, ko'rsangiz mahkam odam, salgina egilib qolganroq, hassasi bor. 37-yil amaki 90 ga kirgan paytda 90 yosh atrofidagi odamga kardioverter qo'yganmiz. Har yil tekshiruvga keladi. Mana 3 yil, 4 yil bo'ldi. Juda ham mustahkam, hali ham apparatdan ham mustahkamda odam. O'rtacha yoshi 50-60 yosh. Undan u yog'i keyin. Yoshlarda bo'ladi, juda kamdan kam bo'ladi. Yoshlarda bo'lsa, masalan, 17-18 yoshlarda bo'lsa, bu ko'pincha bo'lishi mumkin infeksion jarayonlar, miokarditlar hisobiga. Undan ham yosh bo'ladigan bo'lsa, tug'ma AV blokadalar bor. Tug'ma AV blokadalarga katta so'roq bor. Unga kardioverter qo'yish kerakmi yoki yo'qmi? U aniq
o'sha aritmologni konsultatsiyasidan o'tish kerak va adekvat unga tashxis va tavsiya berilishi kerak. Chunki ko'pincha tug'ma AV blokadalarga kardiostimulyator qo'yilmaydi. Chunki u onasini qornida adaptatsiya bo'lib tug'iladi. Va shuning hisobiga bizga eng yaxshi yordam beradigan tekshiruv bu Holter tekshiruv. 1 sutka, 2 sutka, 1 haftalab Holter olamiz o'sha bolachalarga tug'ilgandan keyin. Chunki bolachani chaqaloqni hushdan ketganini ham bilmasligingiz mumkin. Chaqaloqda shikoyat bildira olmaydi. Adekvat tavsiyani faqat yaxshi aritmolog yoki yaxshi kardiolog ayta olishi mumkin. Shu kasallikka o'zi kardiostimulyator kerakmi yoki yo'qmi? Yana kardiostimulyator qo'yish kerak bo'ladi ochiq operatsiyalardan keyin, klapan almashtirish operatsiyalari yoki bo'lmasam o'sha yurak ishemik kasalliklaridan keyin operatsiyalardan keyin ham kam holatda asorat sifatida AV blokadalar rivojlanishi mumkin. Unday holatlarda ham qo'yiladi. Agar operatsiyadan keyin bu to'satdan paydo bo'lgan AV blokada bo'lsa, qo'yiladi. Обязательно qo'yiladi. Albatta, tug'ma AV blokada bo'lsa, chaqaloqlarda, yosh bolalarda ularga kardiostimulyator qo'yish masalasini o'ylab ko'rish kerak. Chunki yosh bolachalarga endokardial sistema qo'yib bo'lmaydi. Epikardial qo'yishga показанияsi bo'lsa ham, unda epikardial yurak ochib qo'yish kerak bo'ladi. Chunki endokardial qo'ysangiz, bola o'sadi. Bolada alteratsiya, proliferatsiya bosqichlari katta odamga nisbatan o'ta chaqmoqsimon rivojlanadi. Shuning uchun qo'ygan elektrodlarda qayerga tegsa, tomirlar hammasi mahkam ushlab oladi. O'sayotgan payt elektrod chiqib ketishi mumkin joyidan. Bola keyin og'ir holatga tushib qolishi mumkin. Endi shu amaliyotdan keyin, допустим, shuni 20 yoshda qo'ydirdi deylik. Shu amaliyotdan keyin bemalol farzandli bo'lsa bo'ladimi? Bemalol. Mana shu kardiostimulyator bilan bemalol homilador bo'lib, homilasini o'zi tug'sa ham bo'ladi. Bemalol. Sog'lom bo'lsa, ya'ni boshqa mana shu blokadasidan boshqa kasallik bo'lmasa, bemor deylik, masalan, yosh qiz keldi, turmushga chiqqan yoki chiqmagan, kelsa, ko'rsagu AV blokadasi bo'lsa, AV blokada nimani hisobiga bo'lgan taqdirda ham agar operatsiyaga ko'rsatma bo'lsa, biz operatsiyasini qilib beramiz. Deylik, kardiostimulyator qo'yiladi bemorga. Kardiostimulyator bilan 10 ta bola tug'sa ham bo'ladi. Agar u sog'lom fazolat qilsa. Qolgan tomonlari yurakdan tashqari muammosi bo'lmasa, endi yuragida boshqa paroglari bo'lmasa, misol uchun, chunki AV blokadalar deylik, agar chista miokardit hisobiga yoki birlamchi yurakni avtomatizmi yoki o'tkazuvchi sistemasining muammosi hisobiga bo'lsa, unda qo'ysak hech narsa muammo bo'lmaydi. Endi parog sersa bo'lsa, yurak klapanlari yetishmovchilik, yurakda teshigi bo'lsa, masalan, bo'lmacha yoki qorincha o'rtasida teshiklar bo'lsa, unda под вопрос bo'ladi. Agar faqat AV blokada bo'lsa, yuragida kardiostimulyator qo'ysak bemalol tug'iladi. Muammosi yo'q. Xo'p, o'zi shunaqa kardiostimulyator qo'yilgan bemorlar, yoshroq paytda qilingan bemorlarga kasbiy faoliyat jihatidan nima ishlar tavsiya qilinadi, qaysi ishlar tavsiya qilinmaydi? Kardiostimulyator qo'yilgan bemorlarga aynan og'ir ishlar mumkin emas. Og'ir yuk ko'taruvchi ishlar mumkin bo'lmaydi. Qolgan turdagi ishlar qilinaveradi. Ya'ni gimnastika ham mumkin emas. Ko'p qo'lni harakatlantiruvchi, chap qo'lda, misol uchun, turnik, buruz, shunga o'xshagan og'ir o'zini tanasini ko'taradigan, shunga o'xshagan narsalar qilib bo'lmaydi. Endi hamma fizik yuklamalar deylik. Lekin bu bilan birgalikda to'liq sportdan yoki fizioterapiyadan haliga to'xtab qolish kerak emas, harakat qilish kerak. Bu qo'lni ham ma'lum cheklamalari bor. Ma'lum muddat. Undan keyin balki yaxshi bo'lsa, hamma parametrlar yaxshi bo'lsa, o'sha davr ichida keyinchalik chap qo'lni ham aktiv harakatlantirsa bo'ladi, lekin tavsiya etilmaydi og'ir narsa ko'tarish chap qo'l bilan. Masalan, chap tarafga qo'yilsa apparat, o'ng tarafga qo'yilsa, o'ng qo'l sal cheklanib turishga to'g'ri keladi. Yugurish, boshqa narsalar qo'yilaveradi, qilinaveradi. Mashhur bitta futbolchi ham bor, o'sha yuragi to'satdan to'xtab qolib, futbol maydonidan hushdan ketadi, boyaginaqa kardioverter defibrilyator qo'yiladi. O'sha hozir ham futbolchi. Endi hozir ko'pchilik bizning videolarimizdan keyin shogirdlik masalasi, talabalarga ham shogirdlik masalasi, shu ayni shu sohada ketish uchun nima qilish kerak, qanaqa reja tuzish kerak degan savollar kelib chiqadi kommentariyada. Shuning uchun oldindan o'zimiz javob berib qo'ya qolaylik. Aynan kardioxirurg bo'lish uchun, aritmolog bo'lish uchun, intervension xirurg bo'lish uchun hozir masalan o'sha odam 4-kurs deylik, 3-kurs deylik. Qaysi bilimlarni ko'proq mustahkamlab turish kerak va qaysi davlatda o'qishga ko'proq harakat qilish kerak yoki qaysi tilda o'rganishga harakat qilish kerak?
Tushunarli. Aynan kardioxirurgik operatsiyalar ham shu endovaskulyar xirurg bizning soha yoki ochiq kardioxirurgiya bo'lsa, bu endi ko'pincha yurak anatomiya, EKG, yurakning fiziologiyasini yaxshi o'zlashtirish kerak. Anatomiya deganda biz o'rgangan 6 kurs davomida o'rganib kelgan anatomiya emas, yurakning xirurgik anatomiyalari bor. Bu o'sha xorij tillarda yozilgan, hech bo'lmasa rus tilida yoki bo'lmasam yaxshi bo'ladi ingliz tilida. Ya'ni tavsiya etaman, ingliz tilini yaxshi bilish kerak. Hech bo'lmasa o'qib to'liq tushunish bilish kerak. Inglizcha gaplasha olish kerak. Chunki bizning sohada ko'p yangi narsalar bu xorijiy, ya'ni g'arb davlatlaridan olinadi. Ko'p yangi ma'lumotlar Yevropa, Amerikada yangi ma'lumotlar, yangi statyalar ko'pincha ingliz tilida bo'ladi. Rus tilida endi hozir bilasiz, ko'p narsa cheklanib tashlangan. Yevropa tarafidan, Amerika tarafidan sanksiya hisobiga. Mana bu rus statyalari ko'p yevropaliklarda chiqarilmaydi. Yevropa, Amerika davlatlarini yaxshi statyalarni o'qish uchun, o'zimiz bilimni yangilash uchun albatta ingliz tili kerak bo'ladi. O'qiladigan fanlar bu o'sha yurak bilan bog'liq va endi hamma sohani ham o'zi yaxshi o'qish kerak. Endi yurakdan o'sha EKG, kardiogramma kurslarini o'qib yursa bo'ladi. Anatomiyani yaxshi o'qish, o'zlashtirish kerak. Keyin fiziologiya. Undan tashqari qayerda o'qish masalasi. Imkoniyati bo'lsa, misol uchun Osiyo davlatlaridan Xitoy, Koreya, Yaponiya, Yevropa davlatlaridan Germaniya, u yog'i xohlagan davlatda agar o'rtacha imkoniyatli bo'lsa, misol uchun Rossiyaga borib o'qisa bo'ladi, lekin ayni paytda hozir tavsiya qilmayman Rossiyaga borishni, salomatlik hisobiga. O'zbekistonda o'sha 15-kardiologiya markazi, sentr kardiologiyada Vohidovda kardioxirurgiya o'qib, aritmolog bo'lsa bo'ladi, aritmologlari bor ularda. Bizning milliy tibbiyot markazida kardiologiya sohasiga kirib aritmologiya o'rgansa bo'ladi, yoki bo'lmasam kardioxirurgiya sohasiga kirib ham aritmologiya o'rgansa bo'ladi. Viloyatlardanchi? Viloyatlarda o'zi umuman aritmologlar O'zbekistonda juda ham kam, qo'l bilan sanasa bo'ladigan, juda ham kam. Viloyatlardan mana Toshkent shaharda bor, Toshkent viloyatida yo'q aritmolog. Vodiy tarafdan bitta Farg'ona vodiysida, Farg'ona viloyatida bor aritmolog. Voha tarafdan Sirdaryo, Jizzaxda yo'q, Samarqandda bor. Qolgan viloyatlarda yo'q aritmolog. Aynan professional operatsiya qila oladigan malakali aritmolog yo'q. Shu uchun ham konkurensiya yo'q. Konkurensiya ham yo'q, bu yomon. Nega desangiz, o'zi ko'pchilik tavsiyalarga asosan 400 ming, 500 ming aholida bir dona operatsiya qila oladigan aritmolog xirurg kerak. 200 mingta aholiga konsultant aritmolog kerak degan tavsiyalar bor-da, standartlar. Bu bizda umuman yetishmaydi. Kadrlar masalasi sal muammo. 400 mingtaga bitta desak, 38 million desak, taxminan 10 ta aritmolog bormi, chiqadimi? 15 talar bor. 15 ta. 38 million deb hisoblasam, buni 400 mingga bo'lsam, taxminan O'zbekiston aholisi uchun 95 ta aritmolog kerak ekan. 15 ta desak, undan 15 ayirsam, yana 80 ta aritmolog kerak ekan-da. Standart bo'yicha bo'lsa. 80 ta. Demak, bizani ko'rayotgan talabalarga yoki bolasini doktor qilaman, mana shu yaxshi odamlarga yordam bersin, kardiolog bo'lsin, kardioxirurg bo'lsin degan ota-onalarga tavsiya, bemalol farzandinglarni aritmolog qilsanglar bo'ladi. Faqat uni ham o'ziga yarasha qiyinchiliklar bor. Bizani o'rtog'imiz Ilhom bakalavr paytidan yuraklarni, anatomiyalarni shunaqa zo'r o'qirdi. Endi men ham o'zi sal dangasaro talabalardan kiraman. Asosiy fanlarni o'qib, narigi fanlarni sal chetroq ish qilib, ustozni bizga shikoyat qilmasa bo'ldi qilib, masalan, tarixlarni, falsafalarni juda yomon ko'rganman, to'g'risi. O'sha amallab o'sha fanni yopib o'tib ketsam bo'ldi deydi. Men asosiy fanlarni o'qib, bularni ikkinchi darajali sifatida qarardim va ustozlar ham shuni bilardi va bizani o'sha fanlarni o'qishga majbur qilishardi. Lekin shuni baribir o'qirdik. Shu asosiy fan sifatida kardiologiyalarni yaxshilab
o'qib bemalol aritmolog bo'lsa bo'laveradi. Endi shogirdlik masalasi. Eng avvalambor bemorlarga o'zi bu sizga murojaat qilish uchun qayerga murojaat qilish kerak? Men o'zi hozirda shu Milliy tibbiyot markazida Toshkent shahar Arinter eski Toshmina shu orqa darvozasi bor, detskiy stomatologiya tarafdan. Shu Milliy tibbiyot markazida o'zi ko'rinib turadi, yangi bino, shu Malikalsoda, Karmashkada joylashgan. Videoda telefon raqamlaringizni qoldirsak bo'ladi? Bemalol. Telefon raqami, ijtimoiy tarmoqlaringiz bor-a? Bor. Javob berasizmi? Albatta. Javob bo'lmasam Instagram, Telegram, xudo xohlasa telefon raqamlarini qoldiramiz. Sizga shogird tushish uchun nimalar qilish kerak va shogird olishda qaysi jihatlarga e'tibor berasiz? Masalan, birov aytadi-yu, xonamda yuravergansan, man senga ishondim. Mana sifatlaring menga ma'qul bo'ldi degan shunaqa qaysi sifatlar bo'lishi kerak, qaysi qobiliyatlar bo'lishi kerak? Shogird tanlashda avvalambor birinchi o'rinda men o'sha odamni insoniylik jihatini birinchi deb bilaman, chunki har qanday yaxshi bilimli, o'zlashtirish xususiyati yaxshi bo'lsa-yu, lekin insoniylik jihatdan yaxshi odam bo'lmasa, o'zi bilib olaman. 1-2 kun yoki 1 oy yursa, o'sha bola bo'limda yoki biz bilan birga biz bilib olamiz. Shunga qaraymiz, eng muhimi. Undan keyin insoniylik, undan keyin o'zlashtirish va dangasa emasligi muhim. Biz ham o'zlashtirish xususiyati, o'zlashtirish ilmiga, o'qishiga keyin dangasamasligi kerak. Dangasa shogirdlar ko'pda. Dangasa bo'lib shogird bo'lmoqchi bo'lganlar ko'p. Hech narsani o'qishni xohlamayman, lekin aritmolog bo'lishni xohlayman degan. Faqat operatsiya qilmoqchiman. Keladi birdaniga operatsiyaga kirsam mayli. Kirsang mayli. Kirgizamiz. Biror narsa qilmoqchi, lekin o'sha yerda savol beradi. Shu ishni qilmoqchisan, lekin buni sen asosini bilasanmi? degan savol bor. O'shani bilmaguncha baribir o'sha ishni qilmaydi. O'shani bilish kerak. Uni bilish uchun esa uncha ko'p vaqt ketmaydi, uncha qiyin ish ham emas. Endi hozir ozgina dangasalik rivojlangan sezdim. Kecha bizda 5-kurslar darsga kelib turishadi-da. Kechagi mavzungiz nima deyman? Palon mavzu desa, bitta dona savol beraman. Necha oldingiz? Palon baho oldim. Bitta savol bersam bilmaydi. Ma'munsiz. Ustoz endi siz oftalmologiyani zo'r bilasiz. Bo'pti dedim. Qaysi fanni zo'r bilasan? Palon fanni. Men bu fanni o'qiganimga 15 yil, 14 yil bo'lgan. Palon narsani aytib ber. Endi bitta narsani bilib olib so'rasiz. Bo'pti. Eng yaxshi bilgan faningni aytib ber. O'shanda endi men hozir 15 yil oldin o'qiganim bo'yicha aytaman. Men o'zimni 5chi bo'lganman deb hisoblamayman. Aralash hamma bahodan assortiment bor bo'lgan. Lekin nima deydi? Ustozga yaxshi ko'rinib, makinatsiya qilib baho olmaganman hech qachon. O'sha fanni o'zlashtirish kerak bo'lsa, shu ustozga javob berib, hech kim oldida uyalib qolmaslik uchun, so'raganini bilish uchun o'zimcha o'qiganman. Palon narsa. 5-kurs bo'lsa yoki fiziologiyani, palonni, pistonni o'qib ko'radi. Va umumiy saviya ozgina pasayganligini ko'ryapman. Bu hamma 5-kurslarda. Chunki o'sha paytda qaysidir mana institut yaxshi, bu institut yaxshi demoqchi emasman. Hamma umumiy. Chunki bizlarga Sanpidan ham keladi, Toshmidan ham keladi. Bir bemor sifatida xususiy tibbiyot institutlaridan ham, endi nom aytib o'tirmayman. Xususiy tibbiyot institutlarida ahvol juda ham past. Endi aritmolog bo'lish uchun qaysi institutda tugatganligini ahamiyati yo'q, faqat o'sha siz so'ragan savollarga javob bera olsa va o'zini o'sha iqtidoriy, o'qish bo'yicha iqtidoriy bo'lsa bo'ldi, to'g'rimi? Demak, sizga shogird bo'lish uchun birinchi bo'lib aynan shu milliy markaz ordinaturasiga kirish kerakmi yoki qaysi ordinatura bo'lsa ham kardioxirurgiyada o'qisa yoki qaysidir bo'sh vaqtida kelib tursa bo'laveradimi? Albatta, bizni markazda o'qisa yaxshiroq bo'ladi, chunki ko'proq dostupniroq bo'ladi u talaba biz uchun va u uchun biz ham dostupniroq bo'lamiz va ko'proq va tezroq informatsiya olish va ko'proq narsa o'rganish imkoniyati bo'ladi. Boshqa institutlarda yoki oliygohlarda tahsil olayotgan talabalar agar kelib o'rganmoqchi bo'lsa ham biz umuman qarshiligimiz yo'q. Men har doim eshigimiz ochiq. Talabalar keladi, o'rganadi. Kardiogramma, Holter, shunga o'xshagan kasallar yuritish o'shalardan boshlanadi. Har doim ham navbati bilan qilinadi. Hozirda mana ayni paytda men o'zim 3 ta shogirdim bor. Bittasi o'zimiz kursdoshimiz Mirkomil kardiolog edi. Mana hozir 1,5 yil bo'libdi. 1,5 yil ichida bemalol ayta olamanki, qilinadigan operatsiyalarni eng ko'p qilinadigan 3-4 xil operatsiyamiz bor. O'shalarni 80-90% qiladi o'zi. Mirkomil kardiologiyadan xirurgiyaga o'tdi. Xirurgiyaga o'tdi.
Hozir u ham juda qobiliyatli lekin. Ha, yana undan tashqari yana ikkita shogirdimiz bor. Uchalasini bir xil urovda tayyorlaganman. Chunki har bitta operatsiyaga o'zi yo'nadi, o'zi boshlaydi, o'zi qiladi. Qila olmaydigan jihati yoki bo'lmasa xavfliroq patsient bo'lsa yoki bo'lmasa qiyinroq anatomiya bo'ladigan bo'lsa, o'zim yoki yonida turib ko'rsatib turaman yoki bo'lmasa o'zim qilishimga to'g'ri keladi. Agar o'zi qila oladigan anatomiya standart hamma muammosiz bemor bo'lsa, bemalol o'zlari qilishadi. Xuddi shunga o'xshab tayyorlayman operatsiyaga kasal shogirdlarni. O'zi katta niyatim bor. O'zi umuman O'zbekistonda aritmologiya bo'yicha ordinatura uchun kod ochish. Uni Sog'liqni saqlash vazirligi bilan bog'liq ko'p muammolar bor. Hozir o'rganib yuribman shu masalada. Mana shu 12 ta viloyatda hech bo'lmasa o'sha o'zini xalqidan 5-6 kurs bolalar bilan maslahatlashib 6-kurs aslan, ya'ni o'sha asosiy 6-kursda bitiradi va ordinaturga kirish kerak. Agar shunaqa kod ocha olsak, milliy markazga olib bera olsak u narsani, ikkitadan endi birinchi yilga va 10-15 taga bermaydi, hech bo'lmasa 4 tami, 6 tami shogird olib, o'shalar tayyorlash maqsad. O'zbekistonga har 80 tani to'ldirmoqchisiz. Ha, xudo xolasa. O'sha kodlarni agar biz joriy qila olsak 15-kardiologiya markaziga, Vohidovga, agar o'shalarning bazasi bilan ham kelishadigan bo'lsak, leksiyalarni o'qib berishga ham, hamma nazariy, amaliy jihatdan to'liq yordam berishga roziman va tayyorman desam bo'ladi. Chunki o'zim juda ham xohlayman, shu har bitta viloyatda bitta aritmolog, hech bo'lmasa 2 dona aritmolog bo'lsa, bemalol xohlagan operatsiyasini qilsa bo'ladi. Bittasi yordamchi, bittasi asosiy, har safar almashib ishlayveradi. O'zlari keyin o'zlarining maktablarini ochaveradi har o'sha viloyatlarda. O'sha maktab sifatida qanaqadir onlayn darslarmi, shunaqa narsalar hozircha tashkil qilmadingizmi? Hozircha onlayn yo'q, faqat offlayn tarzda keladi. Bizni o'zimizda ham kadr masalasi sal muammoda, chunki biz kunduzi ham operatsiyalar qilishimiz kerak, ham butun bolnitsani, ambulatoriya va statsionar kardiogrammalarini shifrovka qilinadi. Holter bir kunda 20 ta, 30 ta holter rashifrovka qilamiz. Treadmill test bor. Funksional diagnostikani katta qismi bizda. Ham funksional diagnostika bor bizda, ham aritmologiya, sel kasallarning konsultatsiyasi, ham operatsiyalar. Shuning uchun sal kadrlar bilan bog'liq muammo bor. Shuning uchun shogird tayyorlasak, hammasiga hamma o'sbet qiladi. Shogirdlar ham har taraflama bitta aritmologiya, bitta operatsiya emasda, kasal kelib to chiqib ketgungacha bo'lgan hamma tekshiruvlarni qilishni bilsa bo'ladi, dars o'rgansa bo'ladi. Bizning bolalar ham ekokardiografiya, EKG, shifrovka, holter, treadmill, sutkali arterial bosim, qon bosim o'lchash. Undan tashqari yana ekokardioga chirspishhodniy eho degan tekshiruvlar bo'shlar hammasini qiladi. Demak, hozir kardiolog bo'lib, Mirkomil o'tganiga qaraganda, Mirkomil kardiologiya terapiyani kardiologiya bo'limi magistraturani tugatgan. O'zi nazariy bilimi ham zo'rdi. Endi shunaqa kardiolog bo'lib turgan odam aynan kardioxirurgiyaga o'tsa, hozir bemalol o'tsa bo'lar ekanda. Bizga aritmologiya o'tmoqchi bo'lsa, O'zbekistonda hozir joriy bo'lib turgan qonun qoida bo'yicha intervension kardiologdan o'qiydi, o'sha bilan aritmolog bo'lib ishlasa bo'ladi. 6 oylik kursi bor. Lekin men masalan boshqa yo'nalishdaman, oftalmologman deyman. To'satdan aritmolog bo'lgim kelib qoldi. Men uning uchun boshqa ordinaturani o'qishim kerak. Ha, uning uchun menimcha kardiologiyani o'qish kerak bo'ladi. Endi ikkinchi mutaxassislik bo'lsa qisqaroq bo'ladi. 6 oy shunaqa muddatda kardiologiyani bitirasiz ikkinchi mutaxassislikka. Undan keyin intervension kardiologiyani o'qishga to'g'ri keladi. Ikkita. Ha, ofitsial aritmolog bo'lib ishlash uchun. Umuman boshqa yo'nalishdan agar aritmologiyaga o'tmoqchi bo'lsa, shunaqa menimcha. Tushunarli. Demak, yana qo'shimcha 2-3 yilcha umrim ketar ekan. Ha, shunaqa. Lekin o'zi aynan aritmolog bo'lib operatsiya qilish uchun odam taxminan necha 8-10 yilcha vaqtini ketkazadimi? Ya'ni kollej maktablarni hisobga olmaganda, tayyorlanish, institutga tayyorlanish degan jarayonlarni olib tashlab, bakalavrga, oliygohga kirgandan buyog'i. Oliygohga kirgandan buyog'i bo'ladigan bo'lsa 8 yil yetadi. 8 yil yetadi. Qachon hozir yana bitta mening shogirdim bor, 5-kurs Toshkentda o'qiydi, Islombek degan bola. O'sha operatsiyalarni, nachalniy etaplarini biladi. Undan oldin lekin boyagi EKG, holter, treadmill o'sha boshqalardan o'tib bo'lgan. Hozir ehoni ham o'rgangan u bola. Operatsiyani ayrim nachalniy etapini o'zi qila oladi. 5-kurs bola. U boyagi aytgan
parametrlar hammasiga to'g'ri kelgan. Juda ham yaxshi bola. Islombek ismini aytib o'tiraman. O'zim yaxshi ko'raman bu bolani. Ko'rsa, yo'q. O'sha ham yaxshi kadr bo'lib yetishadi. Misol uchun o'sha 8 yil ichida u bizga yana o'sha davomida kelib yursa, o'zimizga alternativ kiradigan bo'lsa, normal bo'ladi. Endi men to'g'risini aytganda 5-kursda o'quv markazida kimyo fanidan dars o'tardim. Nimaga meni kallam shunaqa bo'lmagan ekan deyman-da, hozirgi bolalarga mana bunaqa qilgin deb tavsiya bersam, dedi darsdan chiqib, nima ish qilasan desam, kira qilaman. Dedim, eng qimmat vaqtingni shunaqa arzonga sotasan. Endi mana tirikchilik qilish kerak-da, aka bunaqa. Bizda shunaqa mamaniga kelgan, xohlasangiz mamanga shogird bo'lib kelgan, mamani o'rgataman desak, bolalar bir kun 2 kun keladi, cho'ta sal zerikib qoladi. Meditsinaga tap etib kirsa-da, to'satdan 1 yil 2 yildan keyin BM olsam, MERS olsam deb hisoblaydi. O'zi oilani yaxshi ta'minlash uchun meditsinani tanlaganmisiz yoki meditsina siz uchun bir ishlaganda kayf beradigan ish bo'lganmi? Odam maza qilishni, men mana shu ishdan maza qilaman, mashina olib chiqib mingga qo'yib borsam, parashyutdan sakrasam maza qilaman deydigandek bo'lib kirganmisiz meditsinaga yoki yaxshi pul topaman deb kirganmisiz? O'zi boshqalar ham shu fikringizni eshitishga qiziqishadi. Yo'q, men boshida kichkinaligimdan birinchi mana shu boshlang'ich sinflardanoq o'sha vrach bo'lib, doktor bo'laman degan. Uydagilarga faqat shunaqa derdim. Endi vrach bo'lib odamlarga yordam tegsa, bu narsaga yana ham ko'proq aynan aritmologiyaga kirishim esa shu 5-6-kurslarimda xohlagan edim. Даже o'sha chet eliga ketishimdan oldin aynan o'sha joylarda o'qib kelgan odamlar bilan, vrachlar bilan ham gaplashganman. Qayerga borib tahsil olish masalalarini ham so'raganman. 5-kursdan hal qilgan ekansiz. 5-kurslar. O'shanda bizga yetmagansiz. 5-kurslarda shu kardioxirurgiya sohasi, aynan yurak ritmi buzilishlari, chunki undan oldin bilmaganman-da. Yurak ritmi buzilishi bo'yicha aritmologik bemorlar operatsiya qilinadi. Patofiziologiyada bilsangiz, kardiostimulyator qo'yilgan bemorga qilingan kardiogramma ko'rsatishgan. Chiziqchasi bor oldida, ko'res kompleksi boshlangan, ushirini ko'res. O'shanda bilganman kardiostimulyator haqida ma'lumot. Ungacha bilmaganmiz. O'sha eslayman, yotoqxonaga chiqib turardim dars qilishga. Yotoqxonaga dars qilishga chiqqanda siz shu yuraklarni cho'tka qilib, chiroyli qilib chizib qo'ygan rasmingiz bor, shuni olib o'g'irlab ketgim kelardi. Aytgancha Aziz bor-ku, xirurg Aziz kursdoshimiz. O'shani chizgan, u ham rasm chizish bo'yicha usta edi. Yaqinda shu plastik xirurglarning qanaqadir kongressi bo'lganda, bitta mashhur rossiyalik qanaqadir plastik xirurg o'shani albomini o'g'irlab ketdi-da. U ham juda chiroyli chizardi. Ya'ni xudo xolasa navbatdagi podkastimiz shu xirurg bilan qilamiz deb turibmiz Aziz bilan. Xudo xolasa bugungi tashrifingiz uchun kattakon rahmat. Vaqt ajratib, mana ishdan keyin kech bo'lsa ham charchagan oilaga ajratadigan vaqtingizni ajratib, bizga vaqt ajratib kelganingiz uchun, yaxshi suhbat uchun, yoshligi ozgincha bo'lsa ham yo'nalish uchun. Endi yaxshi imkoniyat, mana hozir shogirdlik o'rinlari sal-pal bo'shroq ekan. Bemalol kelib ordinaturaga, klinik ordinaturaga kirib yoki agarda kardiologiya magistraturada bo'lsangiz ham shu tomonga borib o'rgansangiz bo'ladi. O'rgataman deydigan doktorlar har doim ham ko'p emas. Ya'ni har doim ham yoshi katta doktorlarga maydalab so'raganingiz, g'ijjalab so'raganingiz yoqmaydi. Buni o'zim ordinaturada o'qiyotgan paytimda ham amin bo'lganman. Tayyor bilimga ega, aniq o'rgan bo'lgan yoki nimalarni o'qish kerakligini o'rgangan bo'lgan talabalar yoki shunaqa ordinator tayyorroq odamlarni yaxshi ko'rishadi. Mana bular 0dan 5-kursdan boshlab o'rgatishi sizlarga taklif qilyaptilar, bemalol kelsanglar bo'ladi. Balkim qanaqadir ma'lumotlar bo'lsa, boshlang'ich o'qish kerak bo'lgan ma'lumotlarni siz menga PDFda tashlasangiz, Telegram kanalimizga yuklab qo'yamiz, kontaktlarini ham qoldiramiz. Bugungi maroqli suhbat uchun rahmat. O'zingizni qanaqadir etmoqchi bo'lgan ordinatorlar uchun xuddi shu narsani, xuddi shu ishni 5 yil oldin boshlaganingizda nima qilishingiz kerak, nima qilgan bo'lardingiz? O'sha birinchi marta shuni sohaga kirishni boshlayapsiz. Hozirgi kallangiz bor. Qanaqa boshlardingiz? Aritmologiyani agar oldinroqdan o'rganish bo'lganda, men o'sha imkoniyati bo'lganda birinchi o'rinda til yaxshi o'rgangan bo'lardim. Chunki men
ordinatorga kirgan vaqtimda u darajada yaxshi o'rganmagan bo'lganman. Shuning uchun adabiyotlar o'qishga qiynalardim. Misol uchun, endi ruschada muammo bo'lmagan, inglizchada aynan inglizcha adabiyotlar o'qishga qiynalganman. Keyin o'zim kursga borib, o'qiy oladigan darajaga yetganimdan keyin kursni to'xtatganman. Lekin niyat bor, hali ham o'sha har doim hammada bo'lgan niyat ingliz tilini o'qib, IELTSdan yaxshiroq ball olish. Bolalarga tavsiya qilardim, yaxshi ingliz tilini yaxshi o'rganish va aritmologiyasi bor bo'lgan joyga o'sha 4-kursdan ham kelib yuradi bizga bolalar. Borib aritmologiyasiga borib, o'sha EKG, Holter, birlamchi tekshiruvlar yoki aritmologiyaning asnovasi bor. O'shalarni o'rganib yurish kerak. O'sha nazariy qismi juda ko'pda aritmologiyada. Nazariy qismi o'qish kerak bo'lgan qismi sal ko'proq. Odatdagiga qaraganda ko'proq. Chunki hamma mexanizmlar bu o'qib o'rganmasdan turib tushunmaysiz operatsiyani. Shunday kirasiz, ekranlar ko'p bizda. 10 tacha ekran bor. Kompyuterda ekranlari biz chunki yurakni programmasini to'liq ekranlarga olib chiqamiz. Hamma potensiallar. Yurakda qayerda qanaqa potensial bor, hammasini ekranlarga ko'rinadigan qilamiz. O'shandan keyin chunki yurak ichiga bir nechta kabellar qo'yiladi, ular hamma elektropotensial yozadi. O'shalarni onlayn shifrovka qilish kerak, ham kallada. O'shuning uchun salgina elektrofiziologiyani men asnovasini o'qigan bo'lardim. Undan oldin kardiogramma, anatomiya o'ta muhim, xirurgik anatomiya. Tochkasigacha bor. Даже oddiy kardioxirurglar bilmaydigan nuqtalari bor. O'shalarni biz bilamiz, aritmologlar. Demak, men 3-4-kursman. 3-kursman deylik. 1 yilda dars IELTS olaman, boshqa narsaga darslarni qilib IELTS olaman. Anatomiyani o'qiyman, elektrofiziologiyani o'qiyman, keyin EKG, Holterni o'qiyman. Shogird bo'lish 5-kursdan keyaveraman. Demak, hozir o'zi EKG kurslari, Holter kurslari ko'p, onlayn ham bor, ingliz tilida ham, boshqa tilda ham. Agar ingliz tilida bo'lsa, ancha eshik ochiladi. Demak, boshlang'ich taxminiy qadamlarni so'rab berdim. Bo'lajak ustozinglardan deyman. Bugungi tashrif uchun rahmat. Vaqt ajratib kelganingiz uchun. Bugungi qisqacha 1 soatlik bo'lib qoldi menimcha. Suhbatimiz shundan iborat edi. Kattakon rahmat. Vaqtingizni ayamaganingizga yana bir bora. Yana nasib qilsa, o'sha jarayonlardan, o'sha vaqt kelsa qanaqadir syomkalarni milliy markazda borib qilish ham nasib qilsin. Inshaalloh. Yaxshi ishingizni, faoliyatingizni davom ettirishingizda va o'zingiz o'ylagan ko'p shogirdli ustoz bo'lishingizda tilakdoshmiz. Rahmat Abduxob, bu podkastga chaqirganingiz uchun, e'tibor uchun, bizga shu mana shunday intervyu olishga loyiq inson deb topganingiz uchun avvalambor sizga ham katta rahmat. Bu ijodingizga katta muvaffaqiyatlar tilayman. Endi o'rtog'imsiz, kursdoshimsiz, 6 yil birga o'qiganmiz. Yaxshi yomon kunlarda birga bo'lganmiz. Shuning uchun qadrdon o'rtoqlarimdan bittasisiz. Bunaqa proyektlarni olib borayotganingizdan men juda ham xursandman. Chunki o'zimizni potokdan bunaqa aktiv bolalar chiqishi bu juda ham quvonchli va birga bugun qurgan suhbatimizdan juda ham mamnunman va mana shu podkast bemorlarga, mana shu intervyu bemorlarga yordam bersa, mana shu talabalarni qanaqadir yo'nalish olgan bo'lsa, qanaqadir ma'lumot olgan bo'lsa, men juda ham xursand bo'lardim. Agar shogirdlar kelaman deydigan bo'lsa, eshigimiz har doim ochiq. Keladi, nimani o'rganmoqchi bo'lsa, maksimum do'stlik beramiz, administratsiyadan ruxsat olamiz, etapma-etap o'rgatamiz hammasini. Rahmat.